Tadbirkorlik madaniyati so'nggi yillarda qanday shakllandi O'zbekistonda? Assalomu alaykum. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda tadbirkorlik anchalik yengillashdi. Ko'p deylik tadbirkorlik subyektlari kulrang deylik faoliyatdan oq variantga ketishdi. Ko'p ish joylari ham shunday oydinlashdi. Bu soliq siyosati, soliqdagi islohotlar va umuman moliyaviy tizimdagi islohotlarning bir natijalaridan biri. Kichik va o'rta tadbirkorlar hali ham O'zbekistondagi katta ish o'rinlarining katta qismini ular yaratib kelmoqda va bu ijobiy o'zgarish deb o'ylayman. Sizningcha bugungi kunda tadbirkorlar o'rtasida hamjihatlik va hamkorlik qanday shakllanyapti? Ya'ni biznes sport kabi tadbirlar siz uchun nimani anglatadi? Tadbirkor bilan aloqa bo'lib, bir-birini bilib, ular bo'ladigan bo'lsa, albatta kollaboratsiya bor bundan. Bu bir-birini boyitadi. Yangi g'oyalar chiqadi, yangi bir kashfiyotlar chiqadi va albatta bu umumiy tadbirkorlik muhitini yaxshilanadi va qancha shu ko'proq kontakt bo'lsa, shuncha tadbirkorlik rivojlanadi. Masalan, ikkita odam tursa, nechta g'oya chiqadi. Bu har bitta g'oya yangi yana bitta tadbirkorlik subyekti. Tadbirkorlar bu yurtimizni hozir ko'tarmasa, boshqa kim yana ko'taradi? Shu sharoit bergan hukumatimizga ham rahmat. Xudo xolasa shu birgalikda mana shu yurtimizni o'stirishimiz bu bizning vazifamiz.